Bunaqa chiroyli gullarni kimga olib ketyapsiz? Bunaqa chiroyli gullarni dugonamga. Dugonangizga tug'ilgan kunlarimi? Da. Onajoningizga qachon katta chiroyli guldasta sovg'a qilgansiz? Ha, olamdan o'tganmi? Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Hech bir sovg'a qilib turarmidingiz? Yo'q. Nima uchun? Afsuski qilmaganman hech qachon. Afsuslanasizmi? Nima sabab bo'lgan? Sharoit bo'lmaganmi, yo xayolda bo'lmaganmi, yo oila tashvishlari bilan? Yosh bo'lgan. Hozir onasi hayotligiga nima degan bo'lardingiz? Onani o'zi gul. Tengi yo'q gul. Gul bilan komila derdim onani. Qancha qilsa arziydi onaga. Siz qilgan xatoliklarni farzandlaringizga yo'l qo'ymaysiz-a? Xudo xohlasa inshaalloh. Endi yoshlik qilganmizmi? Balkim yosh bo'lganman. Oila tashvishlari bilan. Endi bilasizmi? Onam hech bir bu dunyodan o'tadilar deb o'ylamas ekanman. Tirik paytlarida. Tirik paytlarida hech o'ylamay, dunyo turguncha tursalar kerak deb ulguraman deb o'ylardim. Mana shu eng yomon shu narsa ekan. Ulguramiz deb o'ylarkanmiz, lekin ulgura olmas ekan. Kech, afsus qilsak juda kech. Shuning uchun tiriklarda qadrga yetish kerak. Hammaga maslahat berardim. Yig'lamang, sog' bo'ling iloyim.